Dünya Uyg'ur Qurultayının Washingtondagi ishxonasining ochilish murosimi bugun muvaffaqiyatli g'alabalik bo'ldi. Bütün milletimizge, xalqimizga mübarek olsun deymen. Dünya Uyg'ur Qurultayi uzun vaqtlardan buyon dünyanın siyasi paytaxti bo'lgan Washingtonda o'zining maxsus bir ishxonasini ochish orqali Sharqiy Turkiston xalqining davosini texmo unumli bir şekilde anlatish, dünyanın cümleden Amerika hükümetinin, parlamentinin ve Amerika'daki xalqaro teşkilatlarının dikkatini Uygur meselesiga texmo keng doirada tortish ve xalqaro hissdoshlik qo'llashni qo'lga keltirishni orzu qilib kelgan. Bu arzuyumuz bugün bu ishxonamizning ochilishidan rasmiy boshlandi. Dünya Qurultayi hozirgacha Washingtonda faoliyat yapayotgan Dünya Qurultayi tarkibidagi Amerika Uyg'ur jamiyati, Amerika'daki Uyghur kişilik hukuk programması, Uyghur hareketi qatorliq tashkilotlar bilan birlikte bu hareketni yapgan idi. Hem bugün bir yerde resmi bir özümüzün ishxonasini ochish orqali bu hamkorlikni texim güçlendirip bu Sharqiy Turkiston davosini teximi süperli, kasbiy bir şekilde epirish, Xitoy hükümetinin Sharqiy Turkistondagi bu zulmünün ahirlashi, tezroq ahirlashi, xalqimizning tezroq erkinlikka erishish uchun amaliy bir qadamni texmi tizlendirish maqsadida bu ishxona ochildi. Bu ishxonamizning xalqimizga, millatimizga, davoyimizga xayrlik bo'lishini Cenab-ı Allah'tan tilayman.